Assalomu alaykum, biz güzel turgan akalar, hammalarga yaxshimisizlar, tavsiya etimizlar. Akalar, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Soybo'yi mahallasida mana ena bola sigirimiz sotiladi. Bolasi necha haftalik bo'ldi aka? Bolasi bugun 4-chi kun. Bolasi xonasi. Ha. Ko'rsataverasiz. Haydi yurib hozir arg'an soldi. Yurishlarini urqolar bilan ko'rsatdi. Xo'p bo'ladi, mana güzel ko'ringlar akalar. Molimiz yuvosh ekan akalar. Necha litr sut beryapti aka? Hozir bolasi tayda 6 ta 7 ta sog'ilyapti. Mana bolasi baylansa endi 10 ta beraversa kerak, idishlarini ham ko'rsatdi. Holatini chiqaradi. Ishini ham ochib ko'rsatib beramiz. Akalar, o sog'ib ko'rsatib beramiz akalar. Xudo xolasa molimiz yeb ichishlar joyida aka. Yeb ichish behijob. Yaxshi. Ha, narxi necha pul qilyapsiz aka bular? Narxini 22 million kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Xo'p. Akalar, shoshilamiz. Xudo xolasa mana molimiz yaxshi holatda, yeb ichishlar joyida ekan. Bolasiga hali arg'am tushgan yo'qda. Bolasi hozir soldik arg'am. Idishlarini ko'rdim, so'zkalarini ham. Xo'p, mana akalar, ko'rasizlar aka. Xudo xolasa behijolat deyishyapti akalar. Joni sog' ekan. Yeb ichishlar joyida, sog'ilganda tek turar ekan. Bir sog'ib ko'rsatib berasizmi aka? Molimiz ham chiroyli ekan, yaxshi. Xolasi 4 yillik bo'pti. Ag'dan ham, bag'dan ham sog'ilaveradi buni. Bo'ldi aka. Mana 4 o'yinchoydan sut chiqadi yana. Ko'ringlar. Bolasi tayda yuruvdi mana, o'shaning uchun mana uni emayotgan ekan haliginda kelsak, mana ularni endi sog'iladi mana. To'g'risidan ishlaydi. Xo'p. Sog'ishlik yumshoq. Telefon qilishaversin. Narxini chiroyli qilib beramiz. Telefon nomeridan aytib aka. Nechi? 91lik 673 673 1099 1099 akalar. 291 26 36. Akalar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana sog'ishlari yaxshi joyda, tez turibdi mol jonivor mana. Xo'p bo'ladi, xo'p. Harom ol bor, mana 3-chi bor, mana Nechanchi tug'ish aka bu? Shu 4-chi bolasi bo'lsa. 4-chi bolasi mana. Biz ham og'zigida olganmiz u mana. Dehqon oilada ekan akalar mollar mana. Bo'ldi aka. Mana akalar tishlarni jo'rib olasizlar mana. Aqli tiyondalar. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Atrofni ko'rib molimiz zo'r, xudo xolasa yuvosh, sog'ilganda ham tek turibdi, yeb ichishlari joyida ekan. Telefon nomerlariga aytishda akalar, telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akalar, mana sog'ilayotgan sutimiz. Bolasi tayda yuribdi mana. Bolasidan ortgan sutimiz mana akalar. Bolasidan ortgan sut bir mahalga sutdi mana. Ko'rsatdim. Mana ko'rsat. Bo'ldi, mana. Paqirimiz nechta litrli? 6 litrli paqir. 6 litr, 7 litrda paqir. Ha? 9 tali paqir. 9 tali paqir ekan akalar mana. 9 litrli paqir mana. Bu mol xudo xolasa bu o'g'izlari ishiqlari qaytgandan keyin bir 15 litr beraveradi. Indamay. Xudo xolasa. Telefon nomerlariga telefon qilaverasizlar akalar. Turishini qarab. Yo'q, mana hozir bolasi tayda mana 6 litrcha sut berdi mana. Bir mahalga suti mana. Jonivor joni sog' bo'lsin, tez turibdi mana. Narxlari necha bo'ldi dedingiz aka? Bir qator ishlatma ko'raylik. 22 million. Kami bor. Kamaytirib beraveramiz. Dastlabki xizmatimiz bor, xudo xolasa. Xizmatimiz bor mana, suti mana. Bir mahalga suti. Xo'p. Dastlabki xizmatimiz bor akalar. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman So'g'boy mahallasidan o'tga chiqaryapmiz akalar. Shoshilamiz. Xudo xolasa mollarimiz ketib uzilmaydi, xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar. Biz topib egalariga yetkazib beraveramiz. Jonlaring sog' bo'lsin, aloqaga chiqaverasizlar. Aytgancha biz
kanalimiz rivoji uchun like bosib qo'yasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.